Kanada Tashqi ishlar ministri parlamentga bergan bayonotida Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsandichiligini hal qilish tashabbusini qo'llaydiganligini va Uyg'urlarni Kanadaga elib kelish uchun o'zlarining mas'uliyatini ado qildiganligini bayon qildi. Egilinishcha, Tashqi ishlar ministri Melanie Joy parlamentda Xitoy bilan bo'lgan munosabati haqida qilgan so'zida Uyg'ur masalasi ustida to'xtalgan. Uyg'ur masalasining strategiyada intayin muhimligini ta'kidlagan ministr mundaq degan. Parlament a'zosi Samri Zobrining bu masala ustida tirishayotganligini bilaman. Hukumat bo'lish sifatimiz bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insoniyatga qarshi jinoyat deb qaraydigan Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligini hal qilish taklifingizni qo'llaymiz. Uyg'urlarni Kanadaga elib kelish uchun o'z mas'uliyatimizni ado qilamiz. Melanie Jolie yana Uyg'ur masalasining partiyasiz masala ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Ko'pchilikning buni qo'llaganligidan xushalman degan. Chet eldagi Uyg'urlar 5-may kuni Amerikaning Washington, New York, Boston, Kanadaning Montreal, Toronto qatorliq shaharlardagi Tayland elchixonasi ham konsulxonalarning oldida shundaqla ba'zi chet el davlatlarida namoyish qilib 10 yildan beri Tayland musofirlar lagerda tutib turilayotgan Uyg'urlarni qo'yib berishni talab qildi. Namoyishda lagerdagi Uyg'urlar qo'yib berilsin, hamda yana o'lishki bo'lmaydi. Tayland Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llashni to'xtatsin. Tayland Uyg'urlarni tutib turishga xotim bersin. 9 yil yetib oshdi degan shiorlar to'landi. Namoyishchilar yana Amerikaning Tayland lagerida o'lgan Uyg'urlar uchun Taylandni javobgarlikka tortishni talab qildi. Xitoy Sharq Turkistonda yillardan beri izchil davom qilib kelayotgan Sharq Turkistonni xitoylashtirish va islom dinini xitoylashtirish, terror siyosatini ijro qilishni kuchaytirish razil maqsadida 1-may Oqsu viloyati To'qsonayisda atalmış Tong Anshi Tutuqbek madaniyat bog'chisining ochilish marosimini o'tkazgan. Xitoy doiralari yaqinda Xitoy chegarasidan ayrilish oldida shaxslarning Xitoy fuqarosi yoki chet ellik bo'lishidan qat'iy nazar birda Xitoyning davlat xavfsizligiga daxl yetkazmaydigan kishilardan bo'lish kerakligi to'g'riliq belgilama chiqargan. Qo'g'dug'uvchilar nomli kishilik huquq tashkiloti tayyorlagan bu haqdagi dokladda Xi Jinping taxtaga chiqqandan buyon bu xildagi chegaradan chiqish cheklamasi bag'ansiri kuchayib mangan deyilgan. Dokladda ko'rsatilishicha, Oliy xalq sud mahkamasining sonliq ma'lumot ombiridagi chegaradan chiqish cheklanganlar soni 2016-yildagi 5000 dan 2020-yili 39000 ga yetgan. Sri Lanka cho'ng bir turkum aldamchilik to'rini bizit qilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida millionlagan kishilarni oldigan bu shaykaning a'zolarining hammasi Xitoy fuqarosi ekan. Iqtisod vaqt gazetining xabariga qaraganda, Sri Lanka doiralari Interpol ogohlantirishiga asosan oldin qayda to'rda aldamchilik jinoyatiga chetishliq 30 dan ortiq Xitoy gumondorni qo'lga olgan. Ma'lum bo'lishicha, javobgarlar sayohat vizasi bilan Sri Lankaga kelgan. Xitoyning Wuhanda yuz bergan tunji Covid virusini oshkorlagan va 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan muxbir qo'yib berilgan. Fang Yin va boshqa bir kishi 2020-yilning 5-ida tarqalishchan kasalning tafsilotlarini to'g'rida va ijtimoiy taratqularda e'lon qilib, Xitoy doiralarini yuqumni kontrol qilolmaganligi uchun tanqid qilgan. Xabarlarga qaraganda, Fang familiyali Xitoyda siyosiy o'qituvchilarga keng ko'lamda ishlatiladigan qalpoq bo'lgan talash tortish va ovorchilik tug'dirish jinoyati bilan ayblanib 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.